Bugun kameraga qarab gapirish challenjimni 4-kuni. Bugun men nima haqida gapirmoqchiman? Bugun o'zim mazza qilib dam olib ketadigan joy haqida gapirmoqchiman. Bu joy nomi Anhorbo'yi. Xo'p, Anhorbo'yi men uchun botanikadan keyin ikkinchi o'rinda turadigan joy. Daraxtlari ko'p. Bu yerga kelib men o'zimni yoqtirgan narsalarim bilan shug'ullanaman. Maydonchasi bor, turnik, brus qilish uchun. Bu yoqda ko'pincha naushnik bilan yangi rejalar tuzib o'zim uchun. Xo'p, o'zimni barcha charchoqlarimni mana shu yoqda chiqaraman desam bo'ladi. Chunki yakshanba kuni men o'zimga har doimgidek challenge qo'yganman. U challenge'im yakshanba kuni 10 000 qadam yurish. Xo'p, har yakshanba 10 000 qadam yuraman va mana shu yoqda ko'pincha o'zim vaqtimni o'tkazaman. Xo'p, bu nima uchun kerak? Men o'zimni yangi haftaga tayyorlab, eski haftada bo'lgan hamma problema, boshqa narsalarni unutib, yangi haftaga kuchli, xo'p, miyani refresh qilgan holatda o'tish uchun bu yoqqa aylanaman. 1 minutdan oshib ketibdi.